Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Har bir inson albattaki har doim xohlaydi bu hayotda sog' salomat yashashlikni, to'g'rimi? Lekin har doim ham insonlar bu hayotda sog'lom yashay olishmaydi va ming afsuskim oramizda judayam ko'plab kasalliklarga uchragan insonlar bor va odatda kasallikka uchragan bemorlar shunday xatolikka yo'l qo'yishadi. Agarda insonlar odatda kasal bo'lishsa, tezda shifokorga murojaat qilishadi va odatda kasallik simptomlarini yo'qotishga harakat qilishadi va bu noto'g'ri. Ya'ni, agarda sizda qandaydir kasallik bo'lsa va siz bu kasallikni tezda simptomlarini yo'qotishga harakat qiladigan bo'lsangiz, odatda siz dori-darmonlar bilan faqatgina uni vaqtincha o'sha kasallikni simptomlarini bostirishingiz mumkin xolos. Lekin aslida siz kasallik simptomlarini bostirishingiz emas, uning o'rniga siz kasallik sabablarini yo'qotishga harakat qilishingiz kerak. Ya'niki, dori-darmonlar sizga yordam beradi, ya'ni o'sha kasallikni simptomlarini vaqtincha yo'qotishga yordam beradi va siz o'sha dori-darmonlarni iste'mol qilganingizdan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng o'sha kasallik sizda yana qayta nima bo'ladi? Namoyon bo'ladi va siz yana qaytib borasiz, yana qaytib o'sha berilgan shifokor ko'rsatmalarni olib, yana o'sha dori-darmonlar bilan o'zingizdagi kasalliklarni bostirishga harakat qilasiz. Lekin aslida, demak, aytib o'tganimdek, kasallik simptomlarini bostirish yoki yo'qotish kerak emas, aslida kasallik sabablarini yo'qotish kerak. Buning uchun biz birinchi navbatda bir narsani tushunib yetishimiz kerak. Aslida kasallik bu stress natijasi hisoblanadi. Agarda sizda kasallik bo'lsa, farqi yo'q u qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, xoh u qon bosimi bo'ladimi, xoh u saraton bo'lishi mumkin, xoh u jigar sirrozi bo'lishi mumkin, buyraklardagi shamollash, qand miqdorining oshib ketishi, ya'ni sahr kasalligi bo'lishi mumkin va shunga o'xshagan millionlab har xil turdagi kasallik bo'lishi mumkin va bu har qanday kasallik albatta bizani eng birinchi navbatda ruhiyatimiz bilan bog'liq. Ya'ni, agarda insonni ruhiyati xotirjam bo'ladigan bo'lsa, insonda deyarli hech qanday kasallik bo'lmaydi. Sizni kasallanishingizning asosiy sabablaridan biri bu sizni hayotingizdagi bo'lib o'tgan stresslar hisoblanadi. Agarda sizni ruhiyatingiz tinchlansa, ya'ni o'sha stresslar bilan ishlansa, avtomatik ravishda sizni tanangizda o'zgarish hosil bo'ladi. Ya'niki, tanadagi har qanday kasallik o'z-o'zidan shifolanishni boshlaydi. Ya'ni, bunga men sizga hozir bir misol keltirib o'tishim mumkin. Tasavvur qiling, sher bir zebrani quvlayapti va mana shu zebrani quvlayotgan paytda zebra sherdan qochayotgan paytida unda qanday holat kuzatiladi? Ya'ni, unda tez yurak urishi namoyon bo'ladi, to'g'rimi? Va aynan mana shunday holati uni ongiga qanday signal yetib keladi? Demak, xavf bor degan signal yetib keladi zebraning ongiga va mana shundan keyin yurak urishi judayam tezlashadi va har bir inson hayotida ham xuddi mana shunday holat ro'y beradi. Ya'niki, inson stressli holatlarda uni ongiga mana shunday signallar yetib keladi. Inson qattiq asabiylashsa, inson qattiq, misol uchun, xafa bo'lsa, tushkunlikka tushsa, bularni har biri inson uchun stress hisoblanadi va har bir stress albatta insonni tanasiga mana shunday ta'sir qiladi.
Demak, shunday ekan, har qanday kasallikni tuzatish uchun biz dori-darmonlar bilan davolanishni o'rniga eng birinchi navbatda ruhiyatimizni qanday qilib davolashni o'rganishimiz kerak. Qachonki inson ongi bilan ishlansa, uning tanasi albatta sog'lom bo'lishni boshlaydi. Hozirgi kunda sir emas, judayam ko'plab meditsina rad etgan kasalliklarni insonni ruhiyatini davolash orqali davolashyapti. Demak, shunday ekan, sizni tanangizda har qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, siz tushunishingiz kerak, har qaysi kasallik shifo topadi. Har qanday kasallikdan tuzalish mumkin. Faqat buning uchun eng birinchi navbatda bizani ruhiyatimiz bilan ishlash kerak. Agarda sizda ham ancha yillardan buyon ma'lum bir kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa va siz ham mana shu kasalliklardan dori-darmonlarsiz tuzalishni xohlasangiz, marhamat, men sizni yaqinda bo'lib o'tadigan shifo kursimga taklif qilaman va ushbu shifo kursimni Alloh roziligi uchun birinchi potogini bepul taqdim etaman. Agarda siz ham shifo kursimda qatnashishni xohlasangiz, marhamat, pastda berilgan havola orqali Telegram kanalimga o'tib menga murojaat qilishingiz mumkin.